Assalomu alaykum aziz gulsevarlar. Bizda shunaqa archalar bor, xona archalari, aravakariya. Yozda tashqarida salqin joyda turadi, yorug', lekin quyosh tik tushmaydigan joyda turadi. Qishda ichkariga xonaga olib kirib ketasizlar issiqqa. Hindistondan keladi bu issiq yurtlardan. 24 soat o'zidan kislorod chiqaradi, astma kasalligi bor, allergiyasi borlarga juda foydali. Kimga qiziq bo'lsa, narxlari 100 mingdan. Holatlari chiroyli, bo'ylari 80-90 santimetr chiqadi. Salkam 1 metrga yaqin. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga fikrlaringni yozinglar.